Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 24-avgust kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. AQSh dollari 11.853 so'm 55 tiyin bo'lib 6 so'm 39 tiyinga qimmatladi. 1 yevro kursi 13.869 so'm 84 tiyin bo'lib 26 so'm 43 tiyinga qimmatladi. 1 Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin bo'lib 42 tiyinga qimmatladi. 1 qozoq tengesi 25 so'm 81 tiyin bo'lib 12 tiyinga arzonladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba Markaziy bank.